Ayağım ishib yurolmasdan belga ham beryotgandi-da. Men sanatoriyada yotdim. Kelgan kunim shu oyog'im og'ridi. U yoqda shamollatdimmi bilmadim. Keyin men shunchaki maslahatga borgandim. Yo'q, emirni qilmasak bo'lmaydi. Shu o'zi boshlanyapti dedi. Juda ishib ketdi-da ham. Osmay qo'llab oldim. Lekin og'riq to'xtamadi-da. Xudoga shukr, shu geldan foydalanib juda yaxshi bo'ldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bir oy tinimsiz har kuni kechqurun surkam. Necha kunda bildingiz foydasini? 10 kunlarda qaytdi-da ishi. Og'riqlar pasaydimi? Og'riqlar pasayib, yurishlarim yaxshilandi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Mana bugun biza Toshkent viloyati Chinoz tumani Eski Toshkent qo'rg'onida Dalibayeva Mavluda onajonimizni ko'rgani keldik. Sustav geldan yaxshigina natija ko'rdim. Fikrlarim bilan bo'lishmoqchiman. Boshqalar ham shunaqa og'riyotgan bo'lsa, shu narsani tavsiya qilaman, kelinglar deganlar uchun mana keldik. Hozir mana suhbatlarni olmoqchimiz. Onajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Shukr. Allohga shukr. Yaxshimi? Juda yaxshiman. Allohga shukr. Sizlarga ham rahmat. Men Sustav gel 3 yil oldin oldim. Shu nimani o'g'lim topib keldi. Uni bir o'rtog'i onasi qayoqlardandir topib kelgan ekan. Keyin bu tasviya qildiki, men shu onajon shundan yaxshi bo'lasiz deb. U keyin 5 ta nimasini olib keldim korobkada. Uni har kuni kechqurun biljiratmasdan sekinlik asta bilan surkab borgan joyiga surkadim. Bir oy mobaynida oyog'im ishib yurolmasdan belga ham beryotgandi-da. Undan oldin, shu olishingizdan oldin doktorlarga borganmisiz? Nima bo'lgan o'zi? Oldingi holatingiz qanaqa bo'lgandi sizda? Doktorga men sanatoriyada yotdim. Nimada? Farg'onani sanatoriyasida. Kelgan kunim shu oyog'im og'ridi. U yoqda shamollatdimmi bilmadim. Keyin kelinim meni Yangiyo'ldagi nimaga olib borib, xususiy klinikada emirni qildirdi. Men shunchaki maslahatga borgan edim. Yo'q, emirni qilmasak bo'lmaydi. Shu o'zi boshlanyapti dedi. Nima boshlanyapti? Suyakda. Suyakda yemirish boshlanyapti deyishdi. Yemirish demadi, shamollash dedi. Qattiq shamollash. Shundan og'riyapti. Shunda juda ishib ketdi-da ham. Keyin o'shandan osmay qo'llab oldim. Keyin qandaydir maz yozdi. U mazdan oldim. Lekin og'riq to'xtamadi-da. Og'riyotgan vaqtingizda qanaqadir harakatlanish cheklanib qolganmidi? U narsa yurolmay qolganmi deysiz yoki yurish qiyin edi. qiynaladi. Yurish qiyin edi. Hozir Xudoga shukr shu maz deysizlarmi? Geldan foydalanib juda yaxshi bo'ldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Sizlar ham shu og'riqlardan qolish uchun olishinglarni tavsiya qilaman. Surgan vaqtingizda keyin qancha muddat sizga ta'sir qildi oyog'ingizga? Bir oy tinimsiz har kuni kechqurun surkadim. Necha kunda bildingiz foydasini? Foydasini bir 10 kunlarda qaytdi-da ishi. 10 kunlarda ishlar qaytdi. Yurish boshladingizmi keyin? Og'riqlar pasaydimi? Og'riqlar pasayib, yurishlarim yaxshilandi. Sustav gelda foydalanib hammasi yaxshi bo'lgandan keyin birinchi nima keldi xayolingizga? Xayolimga menga o'xshagan oyog'i og'riq, qo'li og'riq, bel og'riqlar bo'lsa, shundan foydalansa yaxshi bo'lardi degan niyatim bor edi. Men ana shu o'zimni gapchi sheriklarimga tavsiya qildim. Shundan yaxshi bo'ldim dedim. Hajlarga ham borib kelibsiz-a? Allohga shukr yetkazdi. Sizlarni ham chaqirsin. 70 yoshdaman dedingiz-a? 70. Nasib qilsin. 70 qarib qoldik endi. Qaris bo'lsak ham joning og'risa harakat qilar ekansan-da. Yomon emasmiz endi. Yomon. Bundan ham sog'lig'ingiz yaxshi bo'lib ketsin. Shukrona aytamiz endi. Shu yurtlarda yashayapmiz. YouTube'da ko'raman qanday qiynalayotgan yurtlarni. Prezidentimizga ham rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin. Hamisha tinchlik, xotirjamlikda yurishni hammamizga ro'za nasib aylasin. Mabodo sizda shu mana bu ishonmaydigan odamlar bo'ladi-da. Ishonmaydigan misol oson foyda bo'ladimi, yo'qmi? Chunki bunaqa narsalar hozir ko'payib ketgan-ku. Ishonmaydigan odamlarga nima degan bo'lardingiz? Foydalanib ko'rsin. Nima deyman?
ungacha bilmaydi. Ha, uni sizlar aytgandek qilib foydalansa foydasi bo'ladi. Bir bolajonim 5 kun olib 3 kun tashlab qo'yib, unaqa bo'lmaydi. Uni ixlos qildingmi, hamma narsadan ixlosi yaxshi. Ixlos qilsang hamma narsadan davolanishing mumkin. Adresingizni yana bir marta aytaylik, mabodo ishonmaydiganlar bo'lsa, Toshkent viloyati Chinoz tumani qanaqa edi mahalla? Eski Toshkent qo'rg'oni. Ahillik mahallasi. Ahillik mahallasi nechinchi uy? 18. Ha. Madaniyat 15. Madaniyat 15. Vodingiz Mana shu aytib uyda onajonimiz turadilar. Bemalol kelib bir piyola choy beradilar. Ilohim. Mehmon qilasiz, xudo Xudoga xolasa. shukr, albatta. O'zlari shundoq bemalol kelib so'rasanglar bo'ladi. Kelib. O'zlari aytib beradilar hamma. Telefon qilgan paytingiz call centerdagi shifokorlar yaxshi maslahat berishdimi, xabar olib turishdimi sizdan? Yo'q, biz endi telefonda gaplashdik. Gaplashdingizmi? Yaxshi gaplashdimi siz bilan? Allohga shukr. Mahsulotni qo'lingizga olganingizdan keyin qanaqa tartibda qo'lladingiz? Qachon surdingiz? Qanaqa surdingiz? Ana shularni ham aytib bering. O'g'lim aytgan bo'yicha surtdim. Faqat kechqurun. Juda nima hol, strelka, soat strelkasiga o'xshatib mayinlik bilan surkash kerak. Bundan oldin, Sustafgeldan oldin boshqa mahsulotlardan ham foydalanib ko'rgansiz menimcha. Foydalanganim nimaga sanatoriyada oltingugurt suviga vannasiga tushdim. Vannalar ko'p edi, vannalar. Воздушный vannalar bor, hammasi. Yuragingiz chataq deb bu safar parafin berishmadi. Men parafin qo'yardim-da har doim. Unaqa og'rig'i yo'q edi u paytlarda. Yosh edim-da. Men endi qaridim. Bundan keyin xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'lib ketdi. Xudoga shukr. Chopib yuring masjidlarda. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, onajon. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar, kimda kim mabodo ishonmaydigan bo'lsa, bundan keyingi yana roliklarimizni bemalol tomosha qilinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishamiz. Kasallar bo'lsa tasviya qilsin shu nomerdagi bolamga. Va